Yelkangizni oldinga 1, orqaga 2. Aha, nafas oling. Chiqaring. Nafas oling. Chiqaring. 3 yaxshi. Osmonga qarab yoting. Bo'sh qo'ying. Yaxshi. Endi bo'yningizni qisratib qo'ying. Bo'sh qo'ying onajon, bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Yaxshi. Endi yonchalab yotib sekin o'tiring. Hop, qo'lingizni bosh orqasiga qo'ying. Boshingizni oldinga bosing. Gavdangizni bo'shashtiring, gavdani bo'sh qo'ying, bo'shashtiring. Klass. Hop, onajon o'tiring endi bu yerga. Hop. Benim o'tiraveradi bundoq. Aha. Hop, endi mashqlarni o'rgatdim va birinchisi oyoqni qo'lni ko'tarish mashqi. Bunda o'sha bo'yningizdan boshlab belingizgacha bo'lgan mushaklaringiz yaxshi ishlaydi. Ikkinchisi o'sha sabachka deydi, boshni o'ngga chapga, tashni ham o'ngga chapga. Uchinchisi haligi cho'zilish mashqi. Cho'zib orqa Buni qilasiz. Bunda ham o'sha bo'yningizdan boshlab belingizgacha bo'lgan mushaklaringiz yaxshi ishlaydi. Natijada o'sha umurtqalaringizda qon aylanishi yaxshi bo'ladi, tezroq grija suriladi. Hop, undan tashqari yana energiya mashqlarini o'rgatdim. Hazni aylantirish, uni o'rgatdim. Yonchalab yotganingizdan keyin qo'lingizni bosib, qo'lni oldinga, orqaga qilishni o'rgatdim uni. Endi yana bitta mashq, ayniqsa sizlar ko'proq nima shug'ullanishingiz kerak. Har bir ovqatlangandan keyin har kuni 3 mahal ovqatlansangiz 3 mahal 700 qadam yurib qo'yasiz. Yengil. Dedi, mesela karar yürütüşemedi, stadionda gördü, turnik olsun çıkardım. Shunaqa qilib turasiz. Uyda turnik berishdi. Oldingida sal hansirashingiz ham pasaydi. Mana mashqlarni qilib, aqa-baqa yurib, ancha hansirashlaringiz yo'qoldi. Qon aylanishi ham yaxshi bo'ladi, yurakka ham foyda. Keyin yana bitta mashq aytaman. Yelka mana shundoq tekis yurib ketayotgan yo'lingizda mana yelkani oldinga, orqaga, oldinga, orqaga, oldinga, orqaga mana shundoq. Qo'lni mana bundoq qilib qo'yib olasiz. Mana shundoq qilib. Mana shu yerga yoki bunda cho'ntak bo'lsa, shundoq qilib solib olasiz. Mana shundoq qilib. Mana chap oyog'ingizni tashlaganda o'ng yelkangizni oldinga, bosh bir joyda turadi. O'ng oyoqni tashlaganda chap yelkani oldinga, bosh o'rnida turaveradi. Shunda har bir mushaklar bir-birisiga teskari holatda ishlab turib, yana ham yaxshi bo'ladi. Mana qorinlaringiz ham kiradi, yog'lar eriydi. Yog'lar eriydi. Nafas olishlaringiz ham yengillashadi va yurakka ham yaxshi bo'ladi. Qon yaxshi aylanadi. Shu mashqni ham qo'shasiz. Hop, bugun 6-kun. Hop, oyoqdagi uvishlar, og'riqlar necha foizga yo'qoldi? Anchaga yo'qoldi, og'riq ham yo'qoldi. Yo'qoldi hisob. Yo'qoldi hisob. Mana masjid endi joy mana endi hozir qo'yib turibdi bu yer yaxshi. Bir qarich qoldi. Bu yerdagi polni yo'qolib, bir qarich joyda qoldi. Chicha qoldi. Bugun 6-kun, 5 kunlik muolajaning natijasini bugun ko'rasiz. Bugungi muolajaning natijasini ertaga ko'rasiz. Bu hal keyin ham yaxshi bo'ladi, so'rilib bilmaydi. Xudo xolasa yana ham yaxshi bo'ladi. Keyin mana muolaja tugagandan keyin ham yana bir 15 kunlardan keyin zo'r seziladi. Deyarli 80% yaxshisiz. Yaxshi davom ettiramiz, yana bir kunga kelib qo'yasiz. Ertaga bitta kelasiz, shu bilan to'xtaydi lejani. Qolgan o'yingiz beraman. Mashqlar qilib turasiz. Sog' bo'ling.